Matematika bo'limini tugatdik. 11-sinf yakuniy imtihon materiallari, geometriya topshiriqlarini sizlar bilan birgalikda boshlaymiz va videoni boshlashdan oldin har doimgi so'raydigan narsam shu like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishlaringni so'rayman, chunki bu videoni rekomendatsiyaga chiqarishga yordam beradi. Ko'proq odam ko'radi va ko'proq odam ko'rgandan keyin yana bundanda yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilaman. Gapni ko'paytirmasdan boshlaymiz. Endi geometriya topshiriqlarini hammasini yechib tugatmaganman. Oxirgi mavzu shu 16-mavzuda qolib ketgan geometrik jismlarning kombinatsiyasi. O'shalarni hozir birgalikda shu video davomida yechaman va qolganlarini tahlil qilib beraman. Xo'p, 11-mavzu piramidalar geometriya topshiriqlari. Kompyuterlarni o'zim ochib olay. Osonroq bo'ladi. 11 video tez tugaydi deb o'ylayman. Menimcha, chunki hammasi oson. Geometriya qismi vobshe oson berilgan. Geometriya piramidalar muntazam to'rtburchakli piramida. Asosiy tomoni uzunligi 2 sm ga, diagonali esa 17 ga teng. Bu yerda yon diagonal yoki asosining diagonali deyilmagan, prosta diagonal deb ketilgan bo'lsa, piramidada, prizmada har doim bu uchidan mana bu uchigacha bo'lgan masofa bizda diagonalni o'zi bo'ladi. Yon diagonalimiz mana bu, asosiy diagonal mana bu bo'ladi. Endi nima berilgan? Asosi berilgan va diagonali berilgan. Biz balandligini topsak bo'ladi. Bizga nimani so'ragan? Hajmini so'ragan. Hajmini topish uchun bizga balandlik kerak bo'ladi. Balandlik kerak. Balandlikni qayerdan topamiz? Asosini, mana asosiga diagonal o'tkazib, balandlik orqali Pifagorga qo'yib topiladi. Asosini diagonali 2 bo'lgandan keyin mana bu 2 izosi 2 ga teng bo'ladi. Mana bunaqa formula bor. Buni shunaqa Pifagorga qo'yib topsak, xuddi shunaqa narsa chiqadi, lekin unaqa qilib o'tirmadim. Balandlik 3 ga teng. Hajmi esa asosini yuzini balandligiga ko'paytirganimizga teng bo'ladi. Asosiy yuzi a ning kvadrati, bu h oddiy formula bu. Ikkinchisi romb. Rombni nimasi berilgan? Asosiy tomoni 5 ga teng, diagonallardan biri 6 ga teng bo'lsa, rombdan iborat. Agar piramidaning yon qirrasi 10 sm ga teng bo'lsa, uning hajmini toping. Xo'p, prosta yon qirrasini bergan, biz rombning yuzini topsak, keyin balandligiga ko'paytiramiz, shu yon qirrasiga hajmini kelib chiqadi. Endi bizda nima qilganmiz bu yerda? Diagonalni yarmini kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati teng 5 ning kvadrati. To'g'ri. Chunki hozir bu yerda nima uchun bu formula qayerdan keldi? Kichkina diagonal deganmi yo kattasimi? Diagonallardan biri, farq yo'q. 5 ga teng, 5 ga teng. Mana bu yer 6 ga teng deylik. 6 ga teng bo'lsa, mana bu yer diagonal. Diagonallar teng 2 ga bo'linadi. 3 dan bo'ladi va bizda mana bu yer uzunligini hozir mana bu yerni topyapmiz. Diagonal, ikkinchi diagonal yarmi 3 ning kvadrati va teng bo'ladi 5 ning kvadratiga. Pifagor qilib, hozir bu yerda d2 8 ga teng bo'ldi. Demak, mana bu yer 8 ekan. Ikkinchi diagonal shu uzunligi d taqsim 2 ni uzun bergan, to'g'ri. 8 bu yerda shu katta diagonalda uzunligi bo'lsa, ikkinchisi 6. 8 ga 6 bo'ladi. Diagonallar orqali asosini yuzini topish bor. Ana d1 d2 taqsim 2 degan formula. 6 kare 8 48, 48 yarim 24. Asosining yuzi 24 ga, uning balandligi ko'paytmasi hajmini beradi 240. Uchinchisi ham xuddi shunaqa muntazam uchburchakli prizma bergan. 6 dan nimani so'ragan? Hajmini. Boya aytganimdek, balandligi topiladi.
balandligi yonqirasini ham beribdi. Yonqirasi o'zi mana bunday yoysak, yo'q unaqa yoymaganman men bu yerda. Xullas yoysak, mana buni nimasi bo'ladi? Yig'indisi, ya'ni asosining perimetri 3.18 ga teng va h ning ko'paytmasi yonqirani beradi. Ya'ni 90 mi bu yerda 18 ko'paytirilgan h teng 90 qilib turib ham yetsak bo'ladi. Sal chekkaroq qilib. Shunaqa qilib yetsak ham bo'ladi. H teng bari bu yerda 5 chiqadi. Bu yerda hozir 3 ko'paytirilgan AH. Ana AH bitta yon tomonidan 3 ta olganman, o'shani 90 ga tenglaganman va bu yerda H ham 5 ga teng bo'lgan. S asos 3/4 ko'paytirilgan A ning kvadrati bu muntazam uchburchakning yuzi va balandligini ko'paytirib qo'yapti mana bu yerda. Va hajmi kelib chiqyapti. Bu shu oson, bu tushuntirib o'tirish ham shart emas. To'rtinchisi bu yerda kesmaning yuzini so'rayapti. Kesim deyapman. S asos A ning kvadrati 16 ga teng, demak A imiz 4 ga teng asoslari. Kesimni yuzasi esa A tomon va bitta diagonalni ko'paytmasiga teng, mana yozib qo'yganman. Endi bizda balandlik 3 ga teng berib qo'ygan va bu yerda bitta d ni topish muammo emas. Pifagor qo'yib topiladi, ikkalasi ko'paytiriladi, oddiy kesimning yuzi kelib chiqadi. Keyingi ham to'g'ri burchakli uchburchakli prizma. To'la sirti 5, 12 berilgan. 5 bilan 12 Pifagor sonlari bu yoqda 10 chiqadi. Mana 10 chiqqan. Keyin balandlik berilgan. Prosta S to'la. Bu yerda bitta tomoni yon tomonlarini yuzlari topiladi, tepa past yuzlari topiladi, qo'shib qo'yiladi, tamom. 6-chisida xo'p, to'rlar berilgan va diagonal berilgan. Boyagi birinchi misol bilan bir xil, bu ham tushuntirib o'tirish shart emas. Asosi rombdan iborat prizma. Tomon 17 dan, balandligi 20. Tomoni 17 dan bo'lsa va bitta diagonali 16, 8 dan bo'linadi va ikkinchi diagonalni topish muammo emas. Ikkinchi diagonalni topgandan keyin asosining yuzi topiladi, undan keyin balandligi ko'paytiriladi. Bizda kelib chiqadi hajmi. 8 ham xuddi shunday. Bu ham boyagi kesik, bu boyagi to'g'ri burchakli uchburchakli prizma. Keyingisi silindr, shar va sfera. Juda ham qiziq mavzu va oson ham, chunki ikkitacha formulasi bor, qolgan hammasi xuddi shu formula asosida chiqadi. Birinchisida hajm berilgan 72 pi ga teng, pi r kvadrat h bu tubidan suv tubigacha bo'lgan masofa 40 cm. Xullas bu suvning silindr shaklidagi akvarium quyidagicha bo'lgan masofa qancha? Men nimani ishlayman bu yerda? 72 pi qayerdan keldi? Silindr, shar va sfera. Men boshqa narsa ishlaganman shekilli. Bu yerda umuman boshqa narsa berilgan. Silindr shakldagi akvariumga suv quyilgan. Akvarium tubidan suv yuzasigacha bo'lgan masofa 40 cm. Bu suvning hammasi asosining diametri birinchi akvarium asosi diametrdan 2 marta katta bo'lgan yangi silindr akvariumdagi tubidan suv tubasiga bo'lgan masofa. Bu yerda hech ko'rsatay, bu yerda hech ko'rsatilmaganmi? Yo'q. Boshqa narsa yechganman bu yerda. Xullas, silindr berilgan. Mana bunaqa. Mana bu yergacha suv to'la. Bu 40 cm.
mana bu esa bitta diagonal, qanaqadir diagonal. Buni hajmi teng bo'ladi. Nima edi? Asosiy yuzi pi r kvadrat ko'paytirilgan h. Endi xuddi o'sha mana shuncha suv, ya'ni h to'g'riga 40 qo'ysam 40 pi r kvadrat bo'ladi. Hajmi ikkinchi diagonal o'zgargan bu yerda. Diagonal deyapman, diametr. Diagonal deb o'rganib qo'yapman. Diametrdan 2 marta katta bo'lsa, birinchi diametri d ga teng bo'lsa, ikkinchisi radiusi d taqsim 2 bo'ladi. Ikkinchi diagonal 2d bo'lsa, radiusi d ni o'zi bo'ladi. Endi d taqsim 2 bo'lgan paytda, mana bunda d taqsim 2 deb olsak, d taqsim 2 bo'lganda xuddi shuni bunga qo'yganimizda necha santimetr bo'ladi? Endi d ning kvadrati ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan h teng bo'ladi. d taqsim 2 ning kvadrati ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan 40. Shuni yechsak chiqadi. Pilar ketadi. D kvadratlar ketadi va bizda h teng bo'ladi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 40. Bizda h teng 20 ekan. Demak, balandligimiz 20 santimetr bo'lar ekan birinchi misolda. Endi nima ishlaganman bilmayman. Shar radiusi. Konus balandligi. Shar hajmi, sfera sirt yuzasi 100 pi. Bu yerda umuman boshqa narsa berilgan. Men nimadan ko'rganman bilmadim. Mayli, bu mavzuni qoldirib turaylik. Boshqatdan ishlab tashab beraman kanalga. Kanalimda videoni tagida qoldiraman. O'sha yerdan o'tib javoblarini ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bu xato berilgan. Xato yechmaganman. Boshqa misol yechganman. Nimagadir. Keyingisi piramidalar. Piramida to'g'rimikan yoziladi? 6-8 asoslari. Ildizosi 61. Ozroq xatolik ketib qolibdi. Silindr, shar va sfera mavzusida va piramidalar mavzusida. Men boshqa narsa ishlaganmanmi? Bilmadim. Konus vektor undan buyog'i to'g'ri, lekin boya tahlil qilib berganlarim to'g'ri. Bu misollarni boshqadan ishlab tashab qo'yaman kanalga, Telegram kanaliga. Xo'p, konusdan boshlaymiz. Bular to'g'ri ekan, ko'rib chiqdim. Konusning o'q kesimi yon tomoni, ya'ni o'q kesimi konusni yarimdan o'q kesimi bo'yicha bo'lsak, mana bunaqa yoyiladi va o'sha tepasidagi burchagi 90 gradusga teng deyapti. Konus yasovchisi uning asosi radiusiga nisbati. Asosining radiusi bu yerda mana bu a bo'lgan bo'lsa, u a esa asosining uzunligi, ya'ni 2πrl 2πrl emas, 2πr mana bunga a ga teng bo'ladi. R bu yerda l ga almashtirilyapti-da, mana bu ikkalasidan mana bu a ni topish formulasi mana bu 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 2πl. Bu pl taqsim 2 bu mana bu a ning uzunligi. Endi radiusga bog'lab qo'yapti. 2πr mana bu a ning uzunligiga teng ham mana bu formula orqali a ni ikkita a teng narsani bir-biriga birlashtiryapti-da. Pilar ketyapti. 2ta r bo'ladigan bo'lsa, bu 2 o'tib bu yoqqa 4 ta r bo'lyapti. L ga teng. L taqsim r 4 ga teng bo'ladi nisbati. Keyingisida radiusi ikkita radius 6 ga teng va bu muntazam uchburchak ekan. H esa sinuslar teoremasi orqali topildi. H 3/3 ga teng bo'ldi.
va bizda to'la sirtini yuzini so'ragan. To'la sirti yon sirti pi r, konusning yon sirti va asosining yuzi pi r kvadrat. O'sha l bilan l bor, r ham bor. Prosta o'rniga qo'yib hisoblab qo'ysak tamom chiqadi. Keyingisida S o'q kesimining yuzasi 12 cm kvadrat. Ya'ni o'rtasidan bo'lsak bizda uchburchak hosil bo'ladi. O'sha uchburchakning yuzasi 12 cm kvadrat. Ya'ni bu yerda ikkita radius va balandlikning ko'paytmasi. Bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgandan keyin l bo'ladi va yana bitta yuzi l kvadrat taqsim 2 bu yana 12 ga teng bo'ladi. L ning kvadrati 24 ga teng bo'ladi va radius, balandlik va l orqali Pifagorga qo'yib radiusni topsak bo'ladi. Bu yerda h radiusga teng bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaga tushirilgan balandlik radiusga teng bo'ladi. Ya'ni gipotenuzning yarmiga teng bo'ladi. Shunaqa qoidamiz bor edi. Bu yerda h ning o'rniga radius qo'yamiz. H ni topsak bo'ladi. Radius chiqdi. Balandlikni o'sha orqali ifodaladik. Ya'ni h bilan r bir xil bo'ladi. Hajmi esa asosini yuzi va unga 1/3 ning ko'paytmasi bo'ladi. Pi r kvadrat ko'paytirilgan h pi r kvadrat. Ya'ni hajm topish uchun asosini yuzi, balandligini ko'paytmasi va 1/3 ko'paytmasi bizda konusning hajmining yuzini beradi. Shu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ikkita nima desa bo'ladi? Ikkita tekislikning orasida joylashgan jism asosi aylana, to'rtburchak, qanaqadir ko'p burchakdan tashkil topsa va ikkinchi tekislikda uning bitta uchi bo'lsa, mana shu forma orqali topiladi. Ya'ni hajmi teng bo'ladi 1/3 ko'paytirilgan S asos ko'paytirilgan balandlik. Xo'p, 4-inchisi ham xuddi shunaqa. O'tirish shart emas. 5-inchisi o'q kesimi 36 cm kvadratga teng. L ning kvadrati bu ham xuddi shunaqa qilganman. Poyi bilan bir xil. Bu ham shunday, prosta mana bu 120 gradus. 120 gradus degani bitta aylananing 3dan 1 qismi degani. Demak, bizda A ning uzunligi teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda bitta aylana Mercedes'imiz mana bu 120 dan mana bu A bo'lsa, bu ham A, bu ham A bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Endi mana bu L. A ning uzunligini qanday topamiz? 2πl teng bo'ladi 3a gami? 3a ga. Endi bu yerda nima qilgan? 3 ni bu yoqqa bo'lishga o'tkazgan va bo'ldi. 3 ni bu yoqqa bo'lishga o'tkazgan, prosta 1/3 ko'paytirib qo'ygan mana bu yerda. Endi o'shani mana buni yopgan payti asosida ham bitta radius hosil bo'ladi. Mana bunaqa. Mana bu radiusga teng. Va o'sha radius orqali mana buning uzunligi a ga teng edi. O'sha a nimaga teng? 2πr ga teng. O'sha ikkalasini, mana bu ikkalasini prosta birlashtirib qo'ygan. Ya'ni 1/3 ko'paytirilgan 2πl teng bo'ladi mana buni 2πr ga. P'lar ketadi, 2lar ham ketadi va bizda bu yoqqa ko'paytirish bo'lib o'tsa, ya'ni L/3 teng 2 radius bo'lsa, L teng bo'ladi 3 ta radiusga. Nisbatini so'ragan bo'lsa agar 3 bo'ladi. Nisbatini so'ragan 3 ga teng bo'ladi. 7 ham xuddi shunaqa, 8 ham xuddi shunaqa. Tepasi kesimning yuqorisi 90 gradusga teng bo'ladi yuqori burchagi. L uzunlik berilgan, bu kam qolgani uchun chizmaganman. Bayroq uzunlik berilgan, asosi berilgan.
Просто buni ham hajm so'ragan, buni ham hajm so'ragan. Bitta hajm topadigan formula orqali hammasi chiqyapti. Keyingi esa vektorlar. Bu вообще oson. Tushunsa bo'ldi bu yerda odam. A vektor, B vektor, C vektor berilgan. Mana shu orqali bu yerda parallelogram bo'lish kerak, adashmasam. Parallelepiped to'g'ri. A nuqta yog'ining markazida bo'lsa, A vektorini xullas men buni geometriyaga bog'lab ishlaganman, lekin men xato ishlaganman. Bu vektorligini keyin bilganman. Qani ishlaganimni ko'rsatib ketay. Mana. Ular chizmasam mana shunaqa bo'ladi. 3 fazoda pastdagi to'rtburchak A, B, C, D, tepasidagi uchlar esa A1, B1, C1, D1. Bu yerda mana bu C dan mana bu A1, B1, C1, D1 ning markazi, diagonallar kesish nuqtasi A nuqta bo'lsa, o'sha A nuqtadan C gacha bo'lgan vektorni uzunligini so'ragan. Men bu yerda mana bu C vektor mana bu balandlikka teng, B vektor eniga teng, A vektor esa mana bu uzunlikka teng deb o'sha orqali mana bu diagonalni uzunligini topganman, diagonalni yarmini qilganman, keyin qani edi? Qayerdadir xullas. Uni yarmini qilganman-da. Yarmi va balandligini ko'paytmasi Pifagorga qo'yib bir bala qilib O'dan C gacha bo'lgan masofani topib qo'yganman. Bir uzunligini topib qo'yganman. Lekin bu vektorda unaqa narsa ketmaydi. Nuqtalar bilan ishlanadi, o'sha yerdagi koordinatalar bilan, lekin men xato ishlaganman. Lekin chizmasi shunaqa bo'ladi. Javob esa mana bunaqa. Ikkinchisi fazoda shu nuqtalar berilgan. K nuqta B, C kesmaning o'rtasi. B bilan C kesma, uning koordinatalari fazoda, uning o'rtasidagi nuqta esa bu uchidan bu uchigacha bu uchini koordinatalarini ayiramiz va o'shani 2 ga bo'lamiz. Mos koordinatalar, ya'ni x, y, z bo'lsa, x larni ayiramiz, y larni ayiramiz, z larni ayiramiz, ular uni 2 ga bo'lamiz. K nuqta o'sha kesmaning o'rtasi chiqadi, o'rtasidagi koordinatalar. Va AK, ya'ni A dan K gacha bo'lgan masofani topish kerak. Bu yerda prosta narg'i uchidan o'sha vektor borgan uchdan mana bu A, B bo'lsa, A, B vektor prosta B borgan uchdagi koordinatalardan A dagi koordinatalarni ayirib tashlasak, A, B vektorning koordinatalari kelib chiqadi. Mana bu. Uchinchisi ham xuddi shunaqa. Nima degan uchinchisida? Parallelepiped K nuqta plus buni ham yechganman. Nimadir qilib. Mana chizmasi A1 ning o'rtasi K nuqta, o'sha K nuqtadan C gacha bo'lgan masofani topib qo'yganman men. Mana bu C vektor bo'lsa, mana bu uzunligi A dan K gacha bo'lgan masofa esa C vektor taqsim 2 ga teng deb qilganman. Bu B vektor bo'lsa, mana bu A vektor. Pifagor qo'yib B vektorning kvadrati qo'shilgan A vektorning kvadratining ilzosi qilganman, bir ballar qilib. Xullas bu narsa xato. Bu agar geometriya bo'lganda bo'lardi. Lekin shunaqa bo'ladi. Yechilishi esa mana bunaqa bo'ladi. A dan K gacha, A dan C gacha va KC larni topib qo'yamiz, oddiy. To'rtinchisi uchta uchi koordinatalari bilan berilgan vektor A nuqta parallelogramning o'rtasi bo'lsa, A, B vektorining koordinatalarini toping. Bu ham xuddi shunaqa. Xo'p, A bilan C vektorining koordinatlarini qo'shib 2 ga bo'lsak, o'sha AC vektorining o'rtasi kelib chiqadi A nuqta.
aniqdan koordinatlari o'sha O'dan Bgacha bo'lgan nimani so'ragan? Vektorning koordinatalarini so'ragan. B koordinatidan A'ni ayirib tashlaymiz va bizda A B vektor kelib chiqadi. Tilim ham chalkashib ketyapti. Nima uchun? Chunki uyqum kelyapti. Soat ham 3:30 bo'ldi. Keyingi lekin tugatib qo'yishim kerak. Bugun tugataman degandim. Bolalarga. A vektor, B vektor berilgan. Bular vaqti oson ekan. A vektor, B vektor berilgan. Ikkita A vektor va 3 ta B vektorning ayirmasini so'ragan. Ikkita A vektor bu koordinatlarni prosta har birini 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Bularni 3 ga ko'paytirib qo'yamiz va ayirmasida mos koordinatalarini bir-biridan ayiramiz va bizga misol javob chiqadi. Bu ham xuddi shunday prosta koordinatalarini mos koordinatalarini qo'yish kerak. 1 bilan 2 ni, 4 bilan -1 ni, -2 bilan 5 ni qo'ysak 3 degan javob chiqadi. 7 ham xuddi shunaqa prosta ayirish kerak. 8 ham xuddi shunday. Prosta -3 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi har bittasini. 9 bu ham xuddi shunaqa, 10 ham shunaqa. Va bizda yechilmagan bitta mavzu bor, 16-mavzu. Buni davom etaman. Geometrik tizimlarning kombinatsiyasi. Bizda jism berilgan uycha issiqxona degan bo'ladi. Har tomoni, ya'ni poldan tashqari hammasi oyna bilan qoplangan va o'sha oynaning общий yuzini topish kerak bo'ladi. Bizda bu yerda S1, S2, S3 lar mavjud va S4 ham bor. To'liq umumiy yuzini topish uchun S4 dan 2 ta, bu tomonni ham S3 dan ham 2 ta, 2 ta yon tomon tomi, S1 dan ham 2 ta, S2 dan ham 2 ta. O'shalarni alohida topib qo'yamiz va misolimiz hal. Ya'ni kvadratning yuzi va bu yerda uchburchakning yuzini topishni bilsak bo'ldi. Mana bu yer Pifagor bilan chiqadi. Tepasi polni tepadan pastgacha 2,5 bo'lsa, balandlik mana bu yer 2 bo'lsa, ayirib tashlasak 0,5 qoladi. Yarim metr. Yarim metr bu 2 bo'lsa, 1,2 1,2 dan. 5 bilan 12 niki Pifagor sonlari nimani beradi? 13 ni. Ya'ni gipotenzasi 13, ya'ni 1,3. Xuddi shunaqa chiqadi. Endi ikkinchisida noaniq berilgan to'liq emas 4 ta yog'idan tomi esa silindr sirtining yarmidan iborat. Silindrning sirtining yarmi. Bu yerda mana bu masofa berilmagan. Buni ham boshiga yetibman. Mana bu yerda masofa berilmagan, o'shaning uchun tavakkal emas, kvadrat deb o'ylab ketaman. Bu tepadan eng yuqoridan pastgacha bo'lgan masofa 2,5 metrga teng. Mana buni radiusini 0,5 deb yechib ketaman misolda. 0,5 bo'lsa, mana bu doira hosil bo'lyapti-da. Bu doiraning radiusi 0,5 ekan. Uni yuzi nimaga teng bo'ladi? Pi r kvadratmi? 0,5 ning kvadrati necha? 0,5 ning kvadrati 0,25 mi? 0,25. Demak, s'imiz 0,25 pi ga teng bo'ladi. Bittasi S1 deylik, chunki doiraning yarmi bu yoqda bo'lsa, yarmi bu yoqda. Demak, ikkita yon tomon ketdi. Mana buni hisoblaymiz. Buni 2 deb tasavvur qildik. Endi S2 desak, S2 dan nechta? Ikkita S2 bor. Prosta S2 ni o'zini toping. 2 ko'paytirib 2 teng 4. Endi mana bu yer S3 deymiz. S3 nimaga teng? 2 ni 4 ga ko'paytmasdan 8. Endi bizda mana bu silindrning mana bunaqa shakli qolyapti. Yon sirti. Bu yon sirtini topish uchun mana bu yer 4 edi. Mana buning uzunligi kerak. Buning uzunligi S teng 2 pi r edi. Bu yerda 2 bo'lmaydi, prosta pi r bo'ladi. Radius necha edi? 0,5 pi ga teng ekan. Demak, mana buning uzunligi.
Agar ikkini qo'shadigan bo'lsak, polniy dumaloqning uzunligi kelib chiqardi. Bizga просто yarim kerak uni. O'shaning uchun pi r bo'ladi-da, 0.5 pi bo'ladi. Mana bunaqa shakl hosil bo'ladi. To'rtburchak, to'rtburchak, bu yoq 4, bu 0.5 pi ga teng. Bu S4 bo'ladi. S4 dan teng bo'ladi nechiga? Nimaga teng bo'ladi? 4 ko'paytirilgan 0.5 pi ga. Bu 2 pi bo'ladi. Bizda S umumiy teng bo'ladi. S1 dan nechta? S1 ni o'zi. S2 dan 2 ta. S3 dan nechta? S3 dan ham 2 ta. Va bizda S4 bormi? S4 dan bor. Bitta S4. Va qo'shib chiqamiz. S1 nimaga teng? 0.25 pi ga. 2 ta S2-chi 4 bo'lsa 8 ga teng bo'ladi. S3 esa 8 bo'lsa 16 ga teng bo'ladi. Va S4'imiz 2 pi ga teng. Va bunda javobi 24 plyusdan 2.25 pi. Mana bu to'la sirti, jismning to'la sirti. Xo'p, uchinchisi. Bizda kapsula berilgan. Kukuni bor. Kapsulaning yon sirti silindr shaklida bo'lib, ikkala tomonida qopqoqlar yarim sferalarda. Kapsulaning diametri bizda mana bunaqa narsa chizay. Kapsula berilgan. Diametr bor. Diametr nechiga teng? Diametr 4 mm. Uzunligi esa bo'ldi. Uzunligi 14 mm ga teng. Hashtaglik. Mana toping degan. Hajmini toping. Bu teng so'roq. Bu yerda vani topish uchun birinchi mana bu yerni bu yerda mana bu radiusi bor. Ya'ni 4 bo'lgandan keyin bu yer 2 bo'ladi, bu yer ham 2 bo'ladi. Bu yerdan bu yoqqacha masofa ham 2 bo'ladi. Mana bu yerdan bu yoqqacha masofa ham 2 bo'ladi. Ikkita 2 ni olib tashlasam 14 dan 4 bo'ladi-da. Mana bu o'rtadagi silindrning balandligi menda 10 ga 10 qoladi. Endi просто sharning hajmini topamiz. S teng sharning hajmi qanaqa edi? Shu formulalarni uncha yaxshi bilmayman hozir. Sharning hajmi. Diametri. Voy. Opaq qo'rqitib yubordik. To'rt taqsim 3. Shu nimadir kerak bo'lsa, aynan o'sha narsa chiqmaydi, qidirsam bo'ladi. 2 taqsim 3 pi r yoki pi h r kvadrat. Menimcha mana shu to'g'ri bo'lsa kerak. Sharasiga yo'q bo'lmas ekan. Uzr do'stlar. Men adashdim. Qanaqa bir fazodagi narsalarni chiqaradi.
Topdim. 4 taqsim 3 pi r kub. Bizda radius bor. Endi shunda radius 2 ga teng bo'lsa 2 ning kubi 8. 4 kira 8 32 taqsim 3 pi. Mana bu bizda ikkita, mana buning hajmi. Endi o'rtadan hajm topamiz bo'ldi. S nimaga S yozdim buni? V. Endi S asos. Silindrniki asosi pi r kvadrat bo'lsa, radius 2 bo'lsa 4 pi bo'ladi. Balandligi esa 10 bo'lsa v silindr. Silindrning hajmi S asos ko'paytirilgan h ga teng. Silindr uchun h bu yerda 10 ga teng bo'ladi. 4 pi ga 10 ni ko'paytiramiz. 40 pi bo'ladi. Bizda umumiy hajm 32 taqsim 3 pi ga 40 pi ni qo'shamiz. Mana bu 10 butun bo'lsa, to'g'rimi? 50 butun 1 taqsim 3 pi bo'ladi umumiy hajmi. Keyingi 4-chi rasmda ko'rsatilgan kapsula doir. Bu ham xuddi shunaqa, yon sirti silindr shaklida bo'lib, ikkala tomondagi qopqolar yarim sferlar. Kapsula diametri 6 mm, uzunligi 20. Kapsulaning hajmi. Xullas, bu ham xuddi shu narsa bo'ladi, faqat bu yerda diametri 6 ni bergan. Balandligini esa, общий balandligini necha bergan? 20. Xo'p, ayab tashlasa, mana bu yerda silindrning uzunligi qoladi. Silindrning balandligi, silindr 14. Endi radius shundan necha bo'ladi? 3 ga teng. Menda v silindrning hajmini topaman. Asosning yuzi pi r kvadrat ko'paytirilgan h teng bo'ladi shunda. R ning kvadrati 3 ning kvadrati 9 bo'lsa 9 pi ko'paytirilgan balandlik 14. 36 3 dilda 12 126 pi ga teng bo'ladi silindrning hajmi. Endi sferani, shu sharning hajmini topamiz. V sharning hajmi 4 taqsim 3 pi r kub. Bu yerda 3 ning kubi 27. Bitta 3 bilan bitta 3 ketsa bu yerda 4 taqsim 3 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan 3 ning kubi. 3 bilan 3 ketsa 3 ning kvadrati qoladi. 9 4 9 36. 36 pi bo'ladi. Va umumiy bu yerda teng bo'ladi 126 ga 36 pi bo'ladi. 12 6 162 pi ga teng bo'ladi umumiy hajmi. Keyingi dizayner bog' fonarlari uchun uycha shaklida, ya'ni pastki qismi kubdan, yuqori qismi esa kubning yuqori yog'i bo'lgan muntazam piramidaning jism tanladi. Uychaning barcha qirralari 10 cm ga teng. Bu fonarchaning to'la sirtini cm kvadratda toping. Nima? Dizayner bog' fonarlari uchun uycha shaklini, ya'ni pastki qismi kubdan, to'g'ri. Tushunishim bo'yicha pastki qismi kub, va yuqori qismi esa asosi kub, yuqori yog'i bo'lgan muntazam piramida. Bu jismni tanladi. Mana bunaqa narsa ekan.
Bu yog'i ham endi muntazam piramida degani 10 10 10 10 bo'lsa, mana bu yoqlari ham 10 ga teng bo'ladi. Bu fonarning to'la sirtini santimetr kvadratda toping. Da bo'ldi tushunarli. Kubni 10 bo'lsa, bitta yog'i necha bo'ladi? 100 bo'ladi. Buni chiroyliroq qilib yozish kerak endi. Buni rasmga tashlasammikin, tashlamasammikin? Tashlab qo'yaveraymi mayli. Lekin uning uchun chiroyliroq qilib yozish kerak. S yon deb yozsak 100 ga teng. Endi bizda piramidaning yon tomonlarini topishim kerak bo'ladi endi. Bu yerdan chizib olaman kattaroq qilib. o'n bu yoq nechi bo'ladi? 5. Endi bu yerda L yasovchi uzunligini topishim kerak. Bu yer h bo'lsa nechidir? Bu yerni h qayerdan topaman? Mana bu orqali. Buning uzunligi nechaga teng? Bu 5, bu yoq 10, bu yoq 10 bo'ladigan bo'lsa, mana buning uzunligi, общий uzunligi 10 ilzosi 2 bo'lsa, bu esa 5 ilzos 2 bo'ladi. Mana bu yer. Balandligi esa mana bu yer yon qirrasi 10 ga teng bo'lsa, h ning kvadrati qo'shilgan 5 ilzos 2 ning qavs kvadrati teng 10 ning kvadrati. H ning kvadrati teng bo'ladi 100 ayrilgan 5 ning kvadrati 25, 2 ta 25 50 ni beradimi? To'g'rimi? 50 ni beradi, ayirsak yana 50 qoladi. Demak, h ham 5 ilzosli 2 ga teng ekan. 5 ilzosli 2 ga teng. Endi mana bu yer 5 ga teng bo'lgandan keyin L yasovchini topaman. L ning kvadrati teng bo'ladi h ning kvadrati qo'shilgan 5 ning kvadratiga. L ning kvadrati teng bo'ladi h ning kvadrati 50 ga teng edi va 5 ning kvadrati 25, L ning kvadrati esa 75 ni 75 ni 3 ko'paytirilgan 25 qilaman. L teng bo'ladi shunda 5 ilzos 3. Bu yerda yon sirtini, ya'ni piramidaning yon sirtini topa olaman bemalol. Ya'ni asosi 10 ga teng. S yon 1/2 ko'paytirilgan asos 10, balandlik, ya'ni L 5 ilzos 3 ga teng bo'ladi. 5 ga teng bo'lsa 25 ilzos 3. Bu yon tomon. S umumiy endi. Yon qirralari yuzida o'sha yuzlardan nechta? Bu yer tagini ham hisobga oladigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 ta tagi bilan 5 ta. 5 ta S yon. Bu yon yo'q. Yon bo'lsa, bu yog' bo'lsin. Bu yon bo'lsin. 5 ta S yog' va qo'shamiz 4 ta S yon. 500 qo'shilgan 100 ta ilzos 3 bo'ladi mana umumiy. Oltinchi misol. Xo'p, yana bitta issiqxona bor. Polga perpendikulyar yon so'ngiga teng. Issiqxona oyna sirtini yuzi toping. Qo'yagi birinchi misol bilan bir xil. Menga qiziq chizilyaptimi, ko'rinyaptimi yoki men qiziq chizyapmanmi?
narsa berilgan. Xo'p, balandlik tepadan mana bu uchidan pastgacha bo'lgan balandlik 208 berilgan. Lekin mana bu balandligim 2 ga tegmagani uchun mana bu 0.8 qilaman. Xo'p, eni 3 metrga teng, uzunligi esa 5 metrga teng. To'la sirtingizni topish kerak. Bu yerda yuzalar S1, S2, yoni S3 va mana bu uchburchakning uzunligi yuzi S4 deylik. Hammasini birma-bir topaman. S1 ning yuzini nechaga teng bo'ladi? Asosi bilan balandlik ko'paytmasiga teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 3 6 ga. S2 chi 5 ga 2. S3 ni topish endi kichik problema bo'ladi. Uchburchak nimada eni 3 bo'lsa, mana bu yer 1,5, yani 3 taqsim 2, 3 taqsim 2 dan tegadi. Mana bu 0.8 bo'lsa, mana buni uzunligini topishim kerak men. Topaman. 3 taqsim 2 ning kvadrati, mana buni s deylik. 0.8, ya'ni 8 taqsim 10 bo'lsa, 4 taqsim 5. 9 taqsim 4 qo'shilgan 16 taqsim 25. To'g'rimi? To'g'ri. 100 bo'ladi va menga 25 tadan, menga esa 4 tadan bo'ladi. 9 kere 5 45, 4 tilda 2 kere 9 18, 22, 225 qo'shilgan. Xo'p, 4 ning kvadrati bu. 4 ning o'zi 4 ning kubi 64 ga teng bo'ladi. Teng s ning kvadrati. S ning o'zi teng bo'ladi bu yerda. Mahrajdan ildiz 10 ga teng bo'ladi. Suratdan esa 9 9 mi bu? 9 299. 299 dan ildiz chiqmaydi-ku. Ildiz yozib ketaveramiz. Lekin men xato qilmadim hech qayerda. To'g'rimi? To'g'ri. 0.8 buni 1,5 desak ham 15 va 8 ga yo'q, xato qilibman. Xullas Pifagor sonlari bu ham. 4 2 ko'paytirilyapti. 5 3 ga 2 ko'paytiriladi. Yo'q. To'g'ri aytgan ekanman. Ne uchun? S ning kvadrati teng bo'ladi 0.8 ning kvadrati 0.64 qo'shilgan 1.5 ning kvadrati necha bo'ladi? 15 ning kvadrati 225 midi? 2.55 2.25 qo'shsam s ning kvadrati teng bo'ladi 2.99. S teng ildiz 2.99. Xo'p, mayli, bo'lsin. S3 teng bo'ladi 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 2.99. Boshqa iloji yo'q, shunday qoladi. S4 teng bo'ladi asosi 3, 1 taqsim 2 ko'paytirilgan asosi 3, balandligi esa 0.8. Mana bu ketsa 0.4 bo'ladi. 0.4 kere 3, 3 kere 12 mi? 1.2 ekan. S umumiy hammasi ikkitadan. S1 dan 2 ta, S2 dan 2 ta, S3 dan 2 ta, S4 dan 2 ta. 2 ta qavchida hammasining yig'indisi. 6 plus 10 plusdan 1.2 plusdan 5 ildiz ostida 2.99. Teng bo'ladi 16 17 2 va 5.
va bizda javobi 34,4 qo'shilgan 10 ilzosti 2,99. Bunaqa javob chiqishi mumkin emas edi. Lekin bizda boshqa iloji yo'q. 0,8 1,5. To'g'rimi? Yoni 3 taqsim 2, 0,8 4 taqsim 5 ga teng, 25 va 16, 9 va 4. To'ppa to'g'ri ishlaganman. Xuddi shunaqa javob chiqadi. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. 7-si. Bu ham bayina narsa. Silindr bor-ku, yarmi. Uzunligi 5 ga teng, eni 2 ga teng, tomning eng baland nuqtasi yo'q bu yerda. Mana bu yerda xato ketgan. 0,5 emas bu. Bu yer 2 bo'lgandan keyin mana bu yeri 2 bo'ladi. Radius shunda 1 ga teng bo'ladi. 1 ga teng deb ishlash kerak edi. 7 ham xuddi shunaqa. 7 ni shunday ko'radi. Manaqa. Endi eni 2 metr. Bu 5 ga teng. Balandligi degan nuqtacha bo'lgan masofa 3 metr. Mana bunaqa masofa 3 metr bo'lsa, bu 1 metr. 1 metr demak, bu ham 1 metr bo'lsa, bu yer ham 2 teng bo'ladi. Endi sirtining yuzini topish kerak. S1 teng bo'ladi 2 ning kvadrati 4. S1 qilay. S2. Mana bu общий yoni S3 va mana bu S4. S1 4 ga teng, S2 2 5 10 ga teng, S3 bu yerdan yana bitta yo'q, S3 chartamiz ekan. PR ya'ni yarim aylana qo'shilgan. Bu yerda radius yozib qo'yib 1 ga teng. Yo'q, ko'paytirilgan 5. Radius 1 ga teng bo'lsa, pi ko'paytirilgan 5 bo'lsa, pi 5pi bo'ladi. S4 umumiy qilib pi r kvadrat. R 1 ga teng bo'lsa, pi ni o'zi bo'ladi. S umumiy teng bo'ladi S1 dan 2 S2 va S3 va S4 teng bo'ladi 2 S1 8 ga teng, 2 S2 20 ga teng, S3 5pi ga teng, S4 esa pi ga teng. Javobimiz 28 qo'shilgan 6pi. Mana bu eng to'g'ri yechimi. Ikkini ham yechib qo'yib birato'la. Xuddi shunaqa narsa berilgan. Ikkinchi misol. Bu yoq 2 ga teng, bu yoq 4 ga teng. Uzunligi 2,5 ga teng bo'lsa, shunda bu yer 1, bu yer ham 1 bo'lsa,
2,5 ga teng bo'lsa, 2,5 dan 1 olib tashlasam, mana bu yer 1 olib tashlasam 1,5 qoladi. Mana bu yer 1,5 ga teng bo'ladi. Bu yana narsa S1, S2, yoni S3 va mana bu S4. S1 teng bo'ladi 2 ko'paytirilgan 1,5 3 ga. S2 teng bo'ladi 1,5 ko'paytirilgan 4 teng 6 ga. S3 teng bo'ladi PR ko'paytirilgan radius 1 ga teng. PR ko'paytirilgan 4 ga. Radius 1 ga teng bo'lsa 4pi bo'ladi. S4 ham teng bo'ladi PR kvadratga. Bu ham pi bo'ladi. S umumiy teng bo'ladi 2 S1, 2 S2, S3 va S4. Teng bo'ladi 2 S1 6 ga, 2 S2 12 ga, S3 4pi ga va pi 18 qo'shilgan 5pi. Mana bu menda eng to'g'ri yechim. Sakkizinchi şöyle. Keyin 8. Kubda yoqlari o'rtalari tutashtirilgan va oktaedr hosil qilindi. Bu kub yoq umumiy asosga ega bo'lgan ikkita to'rtburchakli piramidadan iborat. Oktaedrning qirrasi 3,2 ga teng. Kubning hajmini detsimetr kubda toping. Yo-mayo. Oktaedr bu muntazam bo'ladi har doim. Xo'p, demak. Oktaedrning yarmini olamiz. Darajasini mana bunaqa qaraymiz. Oktaedrning qirrasi 3,2 dan bo'lsa, menga nima kerak? Mana buning uzunligi kerak. 3,2 dan bo'lsa, buning uzunligi nimaga teng bo'ladi? Kalar bir-biriga tegib turadi. Demak, 3,2 bo'lsa, mana bu 3,2, mana bu nima bo'ladi? Diagonal. Ko'paytirilgan 3,2 ga teng bo'ladi. Va bu narsa 6 ga teng. Demak, kubning hajmi 6ning kubiga teng bo'ladi. Shunday, to'g'rimi? 6ning kubi. D'ning kubiga teng bo'ladi. 6ning kubi necha bo'ladi? 36 ko'paytirilgan 6 teng bo'ladi. 6 kira 6 36. 18 21 216 detsimetr kub. Oson misol. Kompyuterda ham ko'rsataman. Mana bu bizda oktaedr bo'ladi. Mana bu ichidagi mana bu ikkita uchlari kubning yon yoqlariga tegib turadi va oktaedrning hamma qirralari bir-biriga teng, ya'ni 3,2 dan. Bizda mana bu ikkita qirrasi orqali bu yerdan bu yoqqacha bo'lgan masofani topdik. Ya'ni 3,2 bo'lsa, mana bu yerdan bu yoqqacha bo'lgan masofa 6. Bu 6 ham kubning bu tomoni, ham balandligi, ham uzunligi bo'ladi. Mana bunisi ham bo'ladi. Shunda 6ning kubi 216 bo'ladi bizda kubning hajmi. Shuni chizmasini ko'rib, qiyin misol ekan deb ketish kerak emas. 10 ni ham ishlab qo'yaylik. Bu ham xuddi shunaqa.
Просто bu yerda mana buni asosi deylik. 4 ga teng. Mana bu yer esa d bo'lsa, d nimaga teng? 4 ilzos 2 bo'ladi. Shunda kubning hajmi d ning kubi bo'ladi. 4 ilzos 2 ning kubi esa 4 ning kubi 64 ko'paytirilgan 2 ilzos 2. 2 ta 64 128 beramiz. 128 ilzos 2 detsimetr ko'paydi. Hop, endi 9. Bu boyaginaqa nima edi? Fanarcha. Uchchaning barcha qirralari 20 cm. Endi boya ko'rdik. Qayerda ko'rdik? Вот это фонарча. Bu endi просто 20 ekan. Bizda piramidaning yon sirt kerak. Yigirmadan bo'lsa, mana bu yer 20 ilzos 2 ning yarmi 10 ilzos 2 bo'ladi. Balandligi ham xuddi shunday bo'ladi. To'g'rimi? Necha chiqdi boya balandligi? 5 ilzos 2. Shu bilan bir xil 10 ilzos 2 bo'ladi bu hashcha ham. Hash ham 10 ilzos 2 bo'lsa, mana bizda L bor. Bu 10 ga teng. L ning kvadrati H ning kvadrati qo'shilgan 10 ning kvadrati edi. L ning kvadrati H ning kvadratchasi 200 bo'ladigan bo'lsa, bu ning kvadrati 100 300 bo'ladigan bo'lsa, L teng bo'ladi 10 ilzos 3 ga teng. S yon teng bo'ladi 4 ko'paytirilgan 1/2 ko'paytirilgan balandlik L ko'paytirilgan asos 20. Bu bilan bu ketsa 2 ta L 10 ilzos 3 ko'paytirilgan asos 20. Teng bo'ladi. Shunda 20 20 kvadrat 400 ilzos 3. Yon yog'ini hammasini topdik. Endi kubning yog'larini topamiz. Yon bo'lsa yog'larini topamiz. Endi S yog' teng bo'ladi 20 dan bo'ladigan bo'lsa 5 ta 20 ning a ning kvadrati. A ning kvadrati 400 bo'lsa 5 ko'paytirilgan 400. To'g'rimi? To'g'ri. 4 kirib 20 2000 bo'ladi. 2000. S umumiy teng bo'ladi S yog'iga S yonni yig'indisi. Shunda 2000 qo'shilgan 400 ilzos 3 bo'ladi santimetrda. Kvadrat. Tugatdik. Chala boyagi piramida, silindr, sharlarni yechib tashlab qo'yaman kanalga. Ermasam.